Allama turib bo'lib chiqqan. Do'stlar, hozir shu sviterni biz stilizovat etamiz. Kuran tusli, u shunday melanjoviy bo'laydi. Zangar rubashkani qoldiram. Hozir hozirlanib qo'ydim endi men ani. Boshda biz kiyamiz uni. Shunday jilli motor, shunday tangara. Qarang, nechik motor etib ko'rinadi. Zangar rubashka bilan shu tusli sviterimiz. Albatta endi kuran tusli hozir shalvar olamiz. Shashma e'tibor etmaysiz. Hozir men uni motorlatam. Hozir mana shu shalvarimizni kiyamiz kuran tusli. Motor ettirib shulay. Mana shulay. Qarang. Alla motor bo'lib chiqaydi. Motor. Mana shunda bizning hozir aksessuarlar yetmay, hozir men aksessuarlarni bunda istab qo'yamda. Obrazimiz hazır bo'lar hozir. Aksessuarlar bizdan endi bizning oyoq kiyimimiz albatta ham sumkamiz bo'lar. Вообще aytasim kelar, mana Chelsea degan oyoq kiyimni bigroq qadar yaratam, chunki u butun obrazlarni shunday mana lakonichni yasab qo'yadi. Lakonichni tarjimasini unutdim. Yozing kommentariylarda zinhor uchun. Mana shu Chelsea'ni kiyamiz hozir. Штанны birazgina shulay штанны shunda kiritamiz. Это на полный? Нет? Полныйga qo'yaylik. Shulay to'lisincha obrazimiz bizning kelib chiqdi. Hozir bunda sumkamizni da istab qo'yamiz. U совсем da motor ettirib ko'rinishak. Mana shunday obrazimiz kelib chiqdi. Menimcha shu obrazimiz bigroqda shunday motor ettirib lakonichniy, mana boy etib ko'rinadi. Sizning fikringiz nendek? Kommentariyalarda yozishni unutmag'iz. Yomkidan so'ng ketam parikmaxerskiyga. Mana shunday obrazimiz bo'ldi. Nechik sizga? Tag'in bir qat aytdim. Endi kommentariyalarda yozingiz. Siz bilan men Ismoil, stilist, расширяющий границы edim. Пока-пока.